Ulitkalari 160 million so'mdan tashqari mana xonadon egasiga 160 million so'mga tushdi. Qo'shnilar ko'pchilik aytadi, bizning tokimiz pastida ko'tarilib qoldi. Bu sun'iy tarzda sovutib berish uchun. Assalomu alaykum kanalimizga obunachilari. Mana biz bugun Farg'ona shahrida Kirgilidamiz. Bu yerga 50 kilovatli quyosh paneli o'rnatib berdik. Qo'shayin panellari va inverter, DA inverterlari bilan xonadon egasiga 160 million so'mga tushdi. Xo'sh, quyosh panelini etajga qo'yib berishdi. Plus tomonlari bor. Birinchi plusdan o'zimizdan boshlaydi. Birinchi plus bizga ish bo'ladi. Bu bizning plus. Keyin xonadon egasiga plus, buni tokini sotib daromad ko'radi. Etajdagilarga ham bitta plus joyi bor qo'shnilarga, ya'ni toklari 180, 190 bo'layotgan bo'lsa, bu jicha tokingizni 220, 230 qilib beradi. Bu jicha napor qo'shadi. Uni sezadi. Любой odam, qo'shnilar ko'pchilik aytadi, bizning tokimiz pastida ko'tarilib qoldi. Ana shu quyosh borligida, quyosh bilan ishlayotganda tokimiz yaxshi deydi. Hozir masalan yoz mavsumi hamma konditsioner, tok iste'moli ko'p. Bu jicha stabil qilib beradi. Demak, buning uchun etajga qo'ysa bo'ladi. Etajga qo'yib berish uchun kafolat xati yoziladi. Kafolat xatidan men palonchi pistonchi kafolat beraman. Shu xonadon etaj shu uy domga hech qanday zarar yetkazib qo'ymayman deganiga qo'shnilar qo'l qo'yib berish kerak. Biz rozimiz. Agar qo'l qo'ymasa, rozi qilib qo'l qo'ydirib olish kerak bu narsa qilib. Qarshi bo'lmanglar. Bu yashil energiya, bu bizga tashqi nimaga axlat chiqarmasdan tok ishlab chiqarib beryapti. Bu juda yaxshi, chunki hech qanday tutun chiqarmaydi, hech qanday gaz chiqarmaydi. Prosta quyoshdan olib tok qilib chiqarib beryapti. Yaxshi ham quyosh panellari bor deylik. Xo'p, demak, shunda ko'rganingizdek shu tarzda o'rnayapti. Mana krepnelarimiz o'rnatilgan. Endi mana kelib ko'rsating-da. Xo'sh, mana ko'rsalar ham bo'ladi. Qas tarzda o'rnagan bu. Buni tepasidan teshilmaydi, suv chakka o'tmaydi. Yon tomondan teshib mustahkamlab qilib beramiz. Unda xolos mana bunday ko'rsating-da, bunday yuraylik-da. Shu tarzda o'rnayapti bu hammasi. Ko'rishlaring mumkin. Men hozircha joylarini ko'rsataman sizlarga. Mana ko'rishlaring mumkin. Mana shunday tarzlarda o'rnatib, bu yerda bir qatordan bo'lgan bo'lsa, bu yerda orqasida 3 ta 2 qatordan qilib berilgan. Ko'rsalar ham bo'ladi bemalol. Mana men hozir borib ko'rsataman hammasini. Buni xolasa mana shu tarzda o'rnadi. Bu hammasi men endi hozir inverterda ham ko'rsataman. Inverterda ham ko'rsataman hozir. Mana. Demak, inverterimiz shu yerda joylashgan. Mana shu tarzda turibdi, ko'rayotgan bo'lsalaring. Demak, shu yerga o'rnatib berganmiz. Hozir men demak mana bu yerda ikkita inverterimiz. Buni uskunamiz Ulitka cooler deyiladi. Bu sun'iy tarzda inverterni sovutib beradi. Inverterimiz qizib ishlaydi. Juda ko'plab inverterlar tok ishlab chiqarib berayotganda qizib ishlaydi. Chunki unda elektrik jarayon kechyapti. Tokni generatsiya, transformatsiya qiladi. Shuning uchun bu qiziydi. Xo'p, demak, o'sha qizishiga shunaqangi uskuna qo'yib beryapmiz. Bu sun'iy tarzda sovutib berish uchun. Buni xudo xolasa bolalarga aytib setga to'qib qo'yish kerak, chunki baribir mana tok urmaydi. Bunga zazimlikni ham yo'q qilganmiz. Prosta tok borligi fakt, что tok bor bu yerda. Shuning uchun buni o'rab beramiz. Xudo xolasa men hozir ko'rsataman sizlarga. Mana. Keling-da. Bunimiz mana avtomatlarimiz. AC avtomat, DC avtomatlar va termostati. Kullerning termostati
qo'yib qo'yilgan 50 gradusga, ya'ni 50 gradusdan o'tgandan keyin bu ishlab turishi kerak deb qo'yib o'rnatib qo'yilyapti. Bu ulitkaniki. Endi bu yerda xo'sh, bu ochilarmikin bu? Ana. Ha, bu yerda shunchaki 3 ochik va avtomat qo'yilgan 50 kW uchun avtomatlar. Demak, endi mustahkam qilib o'rnatib beramiz. Xudo xolasa hammasi joyida bo'ladi. Mustahkam, zo'r bo'ladi. Bunaqa ulitkalari 160 million so'mdan tashqari mana havo urib turibdi. Yaxshi, gradus tuzuk. Gradus tuzuk. Даже buni 10 kilovatligimda jicha issiqroq. Buni jicha sovuqroq qandaydir. Bu ishlab turibdi chunki. Bu katta inverter bo'lganligi uchun. Agar kimda kim shunaqangi uyiga, etajga, ish joylariga, любой qatga bo'lsa ham elektrni iqtisod qilaman degan odam bo'lsa, o'rnatmoqchi bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqa chiqinglar. Kanalimga obuna bo'lib qo'yasizlar. Bitta-bitta layklardan Xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat.